Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Asl tulpor ishqibozlari, obunachilari. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon bozoriga keldik. Ot obzorlarimizni boshladik inshaalloh. Assalomu alaykum. Tinchsiz? Charchamaysiz? Zoti nima edi buni? Zoti. Zoti Yevropadan chaqishsa kerak. Otasi, onasi Yevropa. Ko'rinishdan shunaqa o'xshayapti-da. Chista qora bayir emas. Yo'q. Chachishgan a? Minilgan bu? Minga yo'sh. Yangi minga. Ulog'i yo'q. Yo'q. Uloqqa so'lamagan. 2 yasharmi? Mashalloh. Bo'ylari ham 1.55 plusmi? 1.55 plus chiqadimi? 1.60 chiqib qoladimi? 2 yashar ekan to'yimiz, xudo xolasa nihoyatda chiroyli. Yevropa chachishgan ekan. Narxini nech bilyapmiz, shek? 35 million. Real savdosi bo'ldimi? Yo'q, endi ko'rdim. Bo'lmadi. Mo'ljalingiz nech pul? Bozormi? Endi haliga plus minus narx qo'ysak, o'shanga qarab turib telefon qilishadi sizga. 30 milliondan tevaroq. 30 milliondan tevaroqmi? 30 bilan telefon qilsa, u yo'g'ini o'zingiz gaplashasiz. To'g'rimi? Yoshlari 2 yosh ekan, Yevropa chachishgan, xudo xolasa, nihoyatda chiroyli. 1.60 chiqib qoladi bo'ylari. Yeb ichishi, sog'lomligi, yo'shi, minilgan, ulog'i yo'q. Uloqqa endi o'zingiz sozlab olasiz. Qarang jonivorni, o'ta go'zalligini. Bugun otlarimiz nihoyatda chiroyli bozorga chiqibdi. Obzorlarimiz xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bizni kuzating, narxini 30 plusga telefon qilasiz. Telefon kattalik 91lik 206 46 45. Siz ot bilan shug'ullanasiz. Har xillari bor. Telefon qilsa o'zingiz ko'rsatib, boshqa qilib, Uloqchalari ham bor. Xudo xolasa akamizni zo'r otlar bor ekan. O'zlariga chiroyli, sifatli ot boqqan shekilli. Ko'ryapman-da. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'lasiz. Aka, buni zoti nima ekan? Assalomu alaykum. Zotini bilmayman aka. Zotini bilmaysiz. Bu Yevropaga chachishgan shekilli aka. Shunaqa bo'lsa kerak. Bo'yi 1.60 chiqib qoladi. 60 dan kichikroq ham. Ha, 60 ham yo'q. Bu minilganmi? Ha, menga Yosh. Yoshchi? 2 yashar. 2 yoshar. Mashalloh. O'ta go'zal-ku bu ham, ha? Nihoyatda chiroyli. 2 yosh ekan, minilgan 1.60 chiqib qoladi. Narxi nech pul buni aka? 30 ming kam bor deyapsiz. Real savdosi bo'ldimi? Yo'q, hali hozir chiqdi. Endi qildi. Ha, hozir. Mo'ljalingiz nech pul aka? Endi xudo xolasa mo'ljal. Yo, endi misol haligi shundan o'tsa beramiz deyilsa, u yo'g'ini misol telefondan o'zingiz gaplashasizda. 25 million tutsa beramiz. 25 plusga. 25 plusga xudo xolasa qarang, nihoyatda go'zal. Tim qorasi ekan, bu ham Yevropaga chachishgan menimcha. Chista qora bayir emas. Telefoningizni kiritaylik. 99lik 934 9700. Ot bilan shug'ullanasiz o'zingiz. Har xillari bor. Telefon qilsa, sizga murojaat qilsa, qarang, go'zalligini 25 plusga telefon qiling. Hojaga bozoringiz bersin. Shu biya bilan shug'ullanadigan ukamizni kottasi bilan shug'ullanib qoldi. Ha? Nima bu filmi? Filla. U onasini emsin. Bu bitta bo'lib turibdi-ku bozorda bu. Bu ayol ekan-a? Biya ekan-a? Biyani shunaqa kattasini endi ko'rishim. Nima buni zoti? Buniki o'sha Polsha bu. Polshami? Haqiqiy toza sar. Minilganmi? Minilgan? Yo'q, minmas. Minga emas. Yo'q, minmagan. Hali minilmi? Baqib yurilgan. Bu janavar hali minish o'rgacha ham o'zi bo'lmaydi lekin buni. Nihoyatda kelgan. Yoshi 3 yashar. 3 yasharmi? Mashalloh. Bay. O darvozadan kirishni o'zi ko'rinib turibdi-da, bu ot. Narxi nechi pul? Narxi 5000 deydi. 5000. Savdosi bo'ldimi? Bu otanaga o'xshaydi bu hozir. Nechi pul bo'lyapti? Bilmadim hozir. 44 million qanchaga 45 million bu. Ha. 5000 dollarimiz 60 million so'm pul bo'ladigan bo'lsa, 44 million savdosi bo'lyapti. Mo'ljalingiz 50 mi? Kelishamiz. Shunaqa. Ha, bitadi. Bu janavar men minilmaganligi uchun sal oldiga borgan cho'chayapman. Qarang, 3 yosh ekan. Bo'yi ham 1.60 1.65 chiqadi bu ya. Ha, bu 1.60 bemalol. 1.60 ha. Polsha ekan. Narxini 5000 dollar deyishyapti. Savdosi 43-44 bo'lyapti ekan. Xudo xolasa 50 bilan sotilib ketmasa, telefon qilasiz. Ukamiz Telefon nomerlarini yozasizlar? Ha, telefon kiritaylik. 93lik. 93lik 646 646 45 52. 45 52.
Bor yana beradan, yo'q o'shadi 10 ta ber. Ukamiz o'sha ayollarga qiziqadigan ukamiz shu kishi bo'ladi. Jonivor, telefon qiling. Otmizdan ot ekan, ha? O'ta go'zal. Haqiqiy Polsha derkan. Hey, 100 mingga ko'tarmayapti. Bor barakasi bo'ldi. O't bo'laydi endi. Ona bolamiz, assalomu alaykum. Alaykum Aka, assalom. Keling, tinchmisiz? yaxshimisiz? Zoti nima buni? Qorabay. Qorabayir. Bolasi Baytalchi. Ha, boshqa zotdan qochgan. Ha. U minilganmi? Yo'q, minilmagan. Minilmagan. Sog'diradimi? Yo'q, sog'dirmaydi. Sog'dirmaydi ham. O'zi faqat bolasi uchun ekan. Bolasi uchun yashaydi. Yoshi necha yosh? Yoshi birinchi bola. Birinchi bola. Taxminan 4 yosh, 5 yoshmi? Shunaqa. Bo'ylari 140, 145 chiqargan, ha? Ha, 150 atrof. 150 atrofida. Nech pul deyapsiz? 27 million kerak. Savdosi bo'ldimi? Savdosi 22 qilishgan. 22 qilishdi. Bermadingiz. 22 pluskami? 22 million pluska. Buchi? Bu minilganmi? Bu mingi. Bu mingi. Mingi ham sog'ir. Sog'di ham. Yo'q ekan, bu kichkina ekan, ha? Bolasi nima? Bolasi Baytalchi. Baytalchi, o'g'ilmi? Yo'q, Ha, qiz bola. Uni baytal degan qiz bola degani. qiz bola Ha. Baytal degani qiz bola, o'g'il bolani nima deydi? Toy deydimi? Ayg'ir deydi. Ayg'ir der ekan. Shuni ham bilib olish kerak ekanda. Jonivor qarang, baytalchi ekan. Bun narxi nech pul? Bun narxi nech pul? Bo'lsa 26 million. 26 million. Savdosi bo'ldimi? Nech pul? 21. 21. 21 plusga, 22 million pluskami? Shunaqami? Telefoningizni kiritaylik. 94lik 552 0480. Xohlang bunisini oling. Minadi ham, sog'di ham, sog'adi ham. 21 plusga xohlang buni oling, lekin bu minilmagan 22 plusga. Xudo xolisa bitiramiz inshaalloh. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Ha, joningdan. Shu ot sotilib ketadi yo'q. Bunimiz zoti nima ekan? Qorabayir. Yoshi-chi? 1 yoshar. Toy. Minilmagan. Minilmagan, ha? Minilmagan. Hali yosh bolalar ham minmagan, ha? Sog'lomligi yaxshi, yeb ichishi yaxshi, ha? Yovvoshligichi? Yovvosh. Minilmagan bo'lsa ham yovvosh bo'laveradi. Ha, joning bo'lsa. Puli nech pul deyapsiz? 16 ga berildi. 20 deyapsiz. 18. 18 deyapsiz. 16 ga bermayapsiz. O'zi kelishtirib aytayotgan ekansiz-da. 16 plusga qo'yamiz. 16 plusga. 1 yosh ekan, hali minilmagan, yeb ichish sog'lomligi 140-145 chiqadi bo'yi. 1 yosh ekan. 16 million plusga xudo xolasa bosib o'rsangiz bo'ladi. Nomeringizni kiritaylik. 94lik 492 82 52. Siz ot bilan shug'ullanasiz. Ha, o'zingiznikimi? Maşallah. Bitta o'zi ekan, sotilib ketmasa akamizga telefon qilasiz, xudo xolasa 16 plusga yurg'izamiz. Hojaga bozoringiz bersin. Ona bolalam. Ona bolalam. Bu qaysining bolasi bu? Shuni bolasimi? Qorabayirmi? Toza qorabayir. Bu nechinchi tug'ishi bu aka? O'sha salaliga kattaroq ko'rinyapti-da, lekin ona bolani yaxshi beradi shekilli, yaxshi beradi. Minilganmi bu aka? Ha. Onasi minilmagan. Faqat haligi ko'paytirish ekanda, songa ishlash uchun. Bu narxini nech bilyapsiz? Xo'sh, tog'a. Narxini nech bilyapsiz buni? 23 million deyapman, kam bor. Real savdosi nech pul bo'ldi? 21,5. 21,5 plusga yurg'izamizmi? Xudo xolasa. 21 million 500 ming plusga bunisini yurg'izamiz. Bular nech pul? Bular toymi bular? Ha, Qashqatoyimiz 16 million. Aha. Bunisi 14 million. Savdosichi?
Savdosi mana unisi hozir 14,5 bo'lyapti. Aha. Mana unisi 11,5 bo'lyapti. Minilmagan. Ikkalasi ham, ha? Minilmagan, ha? Yo'q, yo'q, minilmagan. Minilmagan, yovosh, yeb ichishi, sog'lomligi zo'r. Bu janavar qora bayrama shekliga, Qora bayram. qora bayrami? Qarasa. Bu erkakmi, ayolmi? Erkak. Ikkalasi ham. Kerak. Ikkalasi ham erkak. Mana qorani ham oling. Ha. Qora necha yosh bu? Qora necha yosh bu? Bu minilgan? Yo'q, minilmagan. Minilmagan. Yovoshligi, Yosh nihoyat. sog'lomligi, yeb Yeb ichishi ichishi ham zo'r. yaxshi, zo'r. Ha, endi o'rgatish kerak ekanda buni. Yovosh. Bu ham erkak. 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 Buning narxi necha pul? Buni 18,5 deyapman. 18 real. Hop, real savdosi-chi. 16,5. 16,5 ga bermadingiz. 16,5 dan o'tsa beramiz. Qo'shsa beraman. Hop, bunisi 16,5 plusga, bunisi 14 plusga. Yo'q, yo'q. Ha, 12 plus bo'lsa beramiz. 12 plusga bu, 15 plus bo'lsa beramiz. 15 plusga, bunisi 22. 22 million plusga xudo xolasa Beramiz. qaysi birini alohida olsangiz ham yoki optim bir joyga shuna yaylovga qo'yib yuboraman desangiz ham Hoji akamda otlab bor ekan, telefon qilasiz. Hoji aka nomeringizni kiritaylik. 90lik, 90lik 272, 272 31 56. 3156. Siz ot bilan shug'ullanasiz. Ot bilan. Otlarning har xillari bor. Bor, Minadigan otlar ham bor. bor. Telefon qiling, xudo xolasa zo'r sifatli toylar, ona bolalar hammasidan bor ekan. Hoji akamga murojaat qilasiz. Bizniki asl tulpor. Asl to'por. Asl tulpor kuzating. Xudo xolasa nihoyatda chiroyli. Instagramga ham, YouTube'ga ham chiqadi. Hoji aka, bozoringiz bersin. Rahmat, Sog' salom. bo'ling. Va alaykum assalom. Ukam, nimaga charchamayapsizmi? Bu minilganmi? Yo'q, Minilmagan. Yoshi-chi? bir yoshda. 1 yoshdan Yoshga o'tgan, 2 yoshga yaqin, chunki sal gavdasi kattaroq turibdi. Ha, toy. Ha, minilmagandan keyin toy bo'ladi. Yeb ichishi sog'lomligi yaxshi. Javob. Narxi necha pul? 21 deyapmiz. 21. Necha pul savdosi bo'ldi? 17,5 bo'lyapti. 17,5 plusga qo'yamizmi? Ha. 17 million 500 ga pul qo'yamiz, xudo xolasa. Bo'yi 1.45 chiqadimi? 1.40, a? 1.40 plus ekan, chunki yonida turganda ancha pastroq turibdi. 1,5 yosh, 2 yoshga yaqin ekan, xudo xolasa. Bos so'rasangiz bo'ladi. Zoti qora bayir, a? Qora bayir, dadasi ham qora bayir, onasi ham qora bayir. Qora bayirdan qochgan, xudo xolasa 17 million 500 ming plusga. Ha? Nomeringizni kiritaylik. 91lik, 91lik 150, 150 44, 20. 44 22. Janavar ot bilan shug'ullanasiz. Ha? Otlar bor. Minadiganlari ham, boqiladiganlari ham bor. Ha? Ukamizga telefon qiling, nihoyatda chiroyli otlar bor ekan. Salomat bo'ling. Mana ularmi? Jigarim bilan qora. Mana siznikimi ham? Bu narxi nechi pul? Bu minilgan bilan? Yo'q, Bular ham toymi? Toymasa, toydan chiqqan-a. Hali u o'rgatish kerakmi endi uni? Yaxshi bitaligi u janavar yomon shash turibdi-da bu. Minsa bo'ladi. Ha. Mindingiz. Mana buni lekin minish uchun ham ancha duq kerak-da. Mana ko'rdingmi? Zo'r polvon bo'lish kerak buning uchun. Buni bo'ylari 1.50 dan baland ekan-a? Ha, 1.50, ikkalasi ham bir xillar ekan. Qora bayra zotda. Hop, puli necha puldan? 23 dan deyapsiz. Ikkalasi bilan. Berish. Hop, real savdosi-chi? Ha? Real savdosi necha pul bo'ldi? 23. 23 milliondan qilishdimi? Yo'q, Ha. 23 deyapmiz. Ha, necha puldan qilishdi baho? Qilishgan yo'q. Hal qilishmadi. Necha puldan bosib yuboramiz? 23 dan. Ya, oxirimi? Ya, uni aytamang. Uni aytamang-da. 20 bilan telefon qilasiz, u yo'g'ini gaplashasiz. 22,5 millionlik otmasda bu ukam. Ana bu yerda minadiganlarni qo'yamiz, xudo xolasa. 22 million, 23 millionda. 20 milliondan telefon qilishadi. 21 bas. 20 million bilan telefon qilishadi, xo'p deng. U yo'g'ini o'zingiz gaplashasiz. Misollarga asl tulpordan chiqdik deyishadigan bo'lsa, kelishtirib berasiz. Xo'pmi? Hop, nomeringizni kiritaylik. 91lik, 91lik 150, 150 44, 20. 44 22. Bu janavar iki qatmi? Shunaqasi. Ha? Qorni osilib ketibdi-da qorni. Menimcha iki qat. bilan 98 millionga ham sotildi. Mana ikkitasi. Menimcha shu iki qat u. Qorni osilib ketibdi. 98 million bo'ldi-da. O'ngini oq bilan kelasiz. Ikkalasi 98 million bo'ldi. Maşallah. Haligi otlar ham sal narxi qaytib qoldi deb eshitgandim. Sal yana ko'tarilib qolgan. Endi chiqyapmiz biz. Ukam, bozoringiz bersin. Telefon qilishadi.
endi minadiganlarni ko'rsatamiz inshaalloh. Ichkaridagi obzorlarimiz bugunga menimcha yetadi.